Hammaga assalomu alaykum. Mani ismim Suhrob. 10 yildan beri avtomobil moylari savdosi bilan shug'ullanaman. Asosan Shahrisabz shahrida faoliyat yuritamiz. Bizning ikkita savdo do'konimiz bo'lib, Shahrisabzning ikkita nuqtasida joylashgan. Birinchisi 10 yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradi. Google orqali Bahodir aka zamin emaslar deb qidirsangiz, lokatsiyasi bilan birga kelib chiqadi. Ikkinchi tochkamiz bo'lsa yaqinda ochildi. 4 oydan beri ishlab kelmoqda. Alpin brendi ostida bu ham. Alpin moy almashtirish deb Google'dan qidirsangiz, bizning lokatsiyamiz bilan birga chiqib keladi, topishda qiynalmaysiz. Bizning maqsadimiz faqatgina moy sotib mo'maygina daromad olish emas, balki avtomobilingizga ishonchli va sifatli xizmat ko'rsatgan holda uni uzoq yillar sizga xizmat qilishini ta'minlashga ko'maklashishdan iboratdir. Yana bundan tashqari moy haqidagi barcha faktlarni biz keyingi postlarimizda bitta e'lon qilib boramiz va shu orqali avtomobilingiz uchun sifatli moy tanlashingizda ham ko'maklashamiz. Keyingi postimizni kutib qoling. Keyingi postimizning nomi moy o'zi nima deb nomlanadi. Bunda biz faqat motor moylari u qanday kelib chiqadi, hamma savollarga javob beramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib quvvatlab qo'yasiz degan umiddamiz. Bizga obuna bo'ling va tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Albatta manfaatli postlar hali oldinda. Alpin moy almashtirish shoxobchamizda barchangizni kutib qolamiz.